o'rtoqlar, jannatdan bir qasr deb qurilayotgan uyimizga Quvondiq aka, zomindan Quvondiq mebellari mana bu. Mana qarang, kapi qo'ldan tushirib. Mana shu katta karavotni jo'natdi. Bundan tashqari xon taxtasi ham bor ekan. Keyin mana shu Quvondiq akamizda mebellarni hamma turidan bor. Spalni garni tur deysizmi? Qo'qinli mebellar deysizmi? Siz to'y boshlab qo'ygan bo'lsangiz-chi, mebelni bo'lib to'lashga ham berib yuboradi. Bitta pasportga berib yuboradi. Shunday borasiz, bo'lib to'layverasiz. Xohlagan mebelingizni ot to'yingizni o'tkazib olsangiz ham bo'laveradi. Quvondiq aka, sizga katta rahmat. Quvondiq akamizni duo qilib qo'yasizlar. Zo'r. Otabek, sog'indan Quvondiq aka jo'natib qo'yadi. Quvondiq akaga rahmat. Aytsa, pastga Quvondiq mebellarini, nomerlarini qoldirib qo'yaman. Sizga nima kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol aloqaga chiqaverasiz.